$79.500 ga mana shu xonadon xarid qilib olishingiz mumkin. Menga bosh necha pul dedilar bilasizmi narxini? 79.000, 75.000 qilib beraman degan joylarda $69.500 ga mana shu xonadon kelishtirib qo'ydim. Detskisini qaranglar, aboylari svejiy bo'lib turibdi, targetlari qilingan. Bu yerda zalimizni, konsertlari yaqinda qo'yganmandir. Ancha-muncha narsasi qolar ekan, qaranglar. Aboylar svejiy bo'lib turibdi. Mebellargacha qoladi, dedaji bor-ku. Juda ko'p narsa qoladi. Ba'zi bir azinchi narsani olib chiqib ketaman dedilar. Bu yerda ham aboylar svejiy, tarketlar urinib ketmagan, ko'rayotganingizdek. Bu yerda общий sanazorimiz joylashgan. Kuxunligimiz ham qoladi, ko'rayotganingizdek. Xo'p, orqa hovliga chiqqanimizda ko'rishingiz mumkin. Orqa hovlisi ham keng bo'ladi. Bu yerda tashqariga katta darvozamiz joylashgan. Men sizlarga lokasiyadan tushiradigan bo'lsam, shundan Food Citydan o'tganimizdan keyin yangi Gulzor mahalla joylashgan. Kimga qiziqsa mana shu pastki nomerga telefon qilib, tez $69.500 ga yana kelishtirib berishadi. Kelib olib ketsangiz bo'ladi.